Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda 1984 namlıq romanның davamı. 4-ci bab. Winston Charrington әпәндінің dokunның üstüdeki heliqi konu hujrisiga təpsili səpsilivatatdi. Dəriz yendiki çoğun karvatның üstüge konu gilam və qipi yoq yastık qoyub sərəmcanlaşdırılıb qoyulğan idi. Tam uçaqның üstüdeki konu pasondaki tam saati çikildab menib duratdi. Bulundaki qatlım üstəlinin üstüde Winston setivağın əyni qağaz basqı bu sus qarangılık içide paqırab duratdi. Bir yandaki taxtay üstüde maymaq bob ketken bir qalay uçaq, bir dani tava ve 2 tal istakan turatdi. Bularni Charrington əpəndi əkirib bəgən idi. Winston azraq su qaynatish uchun o'choqni yoqdi ve üstüge azraq su qo'ydi. O bir qog'oz konvertda liqqida zafar qahvasi ve bir necha tal shakar javhariy tableti og'ish kelgan edi. Saatning istilkisi 17'den 20'ni ko'rsatib turadi. Amaliyotda soat 19'dan 20 o'tgan edi. Julia dal 19:20da kelmoqchi bo'lgan edi. Ahmaq. Onun yuragi davomli shundoq devatadi. Bilib turib, o'zingni bekodan bekoga o'limga tutib beryapsan. Partiya a'zolari sodir qilib soladigan barliq jinoyatlar ichida yo'shirish eng tas jinoyat mushu edi. Bu fikr eng dastlabda uning kalisiga, uyda heliqi paqirab turgan ayna qog'oz bosqiga ko'zi tushgandili kelgan edi. O'z faraz qilgandek Charrington әпәndi bu uyni uningga o'ng'ayli beribdi. Aniqki, uni Winstondagi dollar xush qilib edi. Hatta u Winstonning bu uyni shu ishqa ishlatmoqchi bo'lganligini bilgandimi, yo hayron qolmadi, yo ochchig'i kepmi qolmadi. Balki hech ish bo'lmagandek nazarini boshqa yoqlarga burab, Winstonga ba'zi tafsilotlarni aytib berdi va uningga amdi bak ko'zi kirolmaydigandek, amdi yo'qab ketadigandek tuyg'u berdi. Odamning mahbiyati bakli qimmatlik, dedi buvay. Birov mushundaq bir yerga oran erishganda, buni bildiganlarning bu ishni o'zli bilib qilishi aqalli bir axloq edi. U yana bir ishni deb berdi. U orqa bo'yliq tutishadigan bo'lib, u yerdan boshqa yana bir kichik ko'chaga chiqqil bo'ladi. U bularni devatqanda xuddi o'zi aytgandek, asta ko'zdan yo'qab ketayotgandek tuyg'u berdi. Darizning ostida biraylar naqsh aytayotdi. U ehtiyot bilan pardaning orqasidan qaradi. İyon quyoshi o'tdek nurlarini pastdagi saynoqqa sepib turadi. U yerda turikdek yo'g'an, qizil bilaklari noit tom, partuq taqib olgan bir ayol kir disi bilan kir yaydigan org'amchi orsida palaqshib mengib yuradi. Org'amchiga nurg'un 4 burjak oq narsalar esilgan bo'lib, qaraganda bovoqlarning yugugidek qiladi. U kiyim yaydigan osquni tishlabamizlar kuchlik ovozda naqshi etib ketadi. Faqatla bir ham xiyoldir bu, o'tib ketar aprel oyidek. So'zdan beqishdan uyg'ongan tushlar elib ketar yuragimni o'g'ridak. Yaqinqi bir necha haftaning yoqi Londonning hamma yerida mushu naqshi yangrayotdi. Bu muzika boshqarmasining bir tarmoqining proletariatlar uchun ishlab tarqatgan nurg'un naqshlarining ichidagi bir edi. Naqshi tekstlarining hech qaysini odam yozmagan edi. U faqat bir muzika mashinasi tarafidan yozilib chiqadi. Ammo bu ayol bu naqshini shundoq ahangdor etdiki, bu tetiqsiz axlat naqshimi odamga xeyli yiqimliq anglab qoldi. Winston u ayolning naqshini, uning oyog'idan chiqqan yiqimsiz palaqshigan tivishni, ko'chadagi bolalarning tovlashlarini va yaqin joydagi mashinaning ovozlarini anglay oldi. Biroq uy ichi ajoyib jimjit edi. Chunki uyda ekran yo'q. Ahmaq. U yana o'ylab qoldi. Ularning bu yerga bayqilib qolmay bir necha hafta kelib ketalishini tasavvur qilib bo'lmaydi. Biroq ularning o'zgili ta'bi yaqin bir uvu tepishdan iborat
o'tdek kuchlik orzusi bu vahima qo'rqinishlardan g'olib keldi. Ashu cherkovdagi ko'rishdan keyin xeyli uzungacha ularga yana bir uchrashish mumkin bo'lmadi. Nafrat haftasi yaqinlab qolg'achqa xizmat vaqti hasilab uzrab ketgan edi. Garchi texi bir oydan ko'proq vaqt bo'lsa-mu, uning uchun qilinadigan dabdabalik murakkab tayyorlik xizmatlari hammalarning xizmat salmoqini bakli ig'irlashtirib atgan edi. Oxiri ular bir tushdan keyingi vaqtda ko'rishishga amal qiladi. Ular daraxtzorlikdagi heliqi ko'ni joyga berishga kelishgan edi. Buning oldingi kunisi kechda ular ko'chada uchrashdi. Boshqa chog'dagideklar Winston Julia bilan kishilar to'pi orasida manganda uningga qaramaydi. Shundaqdimi, shundaq bir qarashdilar, u Julianing yuzining odatdagidan bekrak totirib ketganligini sezdi. Tugashdi, dedi Julia atrofining bexatarligiga jazm qilib bo'lgandan keyin. Atki ishni demoqchiman. Nima? At tushdan keyin kelinmaydigan bo'lib qoldim. Nimishqa? Hey, shu odatdagi sabab xizmat vaqtim ilgari surilib qoldi. Winston birdilla bundan qattiq g'azablandi. U Julia bilan tanishgandan keyingi bir necha oy ichida uning Juliyaga bo'lgan hissiyoti, intilishida o'zgarish bo'lgan edi. Dastlabida haqiqiy hissiyot deydigan narsa yo'q edi. Tunji qitimliq bir yerda bo'lish faqatla irodaning kuchi bilan ishga oshgan edi. Ammo ikkinchi qitimdan boshlab undaq bo'lmadi. Uning chochlarining hidi, lavlarining ta'mi, uning terlari xuddi Winstonning badaniga, atrofidagi havoga singib ketayotgandek bilinadigan bo'ldi. Julia Winstonga nisbatan bo'lmaydigan bir moddiy zaruriyatga aylanib qolgan edi. Winston uningga erishishla emas, balki shundaq erishish huquqim bor deb o'ylaydigan bo'lib qolgan edi. Julia, men kelinmaydiganman deganda Winstonda xuddi u yolg'on aytgandek tuyg'u paydo bo'ldi. Dal shu daqiqada ular qistonchilikda bir yerga kelib qoldi va qo'llari tegishib ketdi. Julia Winstonning barmoqining uchini birini chingida siqib qo'ydi. U buni jinsiy istak bilan emas, balki muhabbat bilan siqqanday qiladi. Winston ayollar bilan bo'lgan turmushda odamni dardga qo'yadigan bundaq ishlarning to'la bo'lib turadigan normal hodisa ekanligini tuyuqsiz his qildi. Shuning bilan Winstonning vujudini uningga nisbatan burun ko'rilib baxmagan hissdoshlik qoplab oldi. Winston, biz to'y qilib bo'g'ili 10 yil bo'lgan xotinlardan bo'lgan bo'lsak, ko'chalarda hech nimadan ansirmay, erkin ozoda qo'llarimizni tutishib mengib ketsak, bozordan uyga lozim ushaq-tushaklarni billa olsak, naqadar yaxshi bo'ladi deganlarni xiyoldan o'tkazdi. U yana hammadan bakrak bo'lsa o'zimizning ayrim bir uy bo'lsa, har qatim ko'rishganda cho'qim jinsiy aloqa qilishni vazifa qilolmasak deganlarni o'yladi. Amaliyotda Charrington apandining uyni ijaraga olish xiyoli uningga mush chog'da emas, balki atsi tuyuqsiz kelgan edi. U bu xiyolni Juliyaga aytganda, u o'ylamagan yerdan tayyor bo'lib turgandekla ma'qulligini bildirdi. Ikkilisi buning bir qip-qizil sarangliq, omoqatlik ekanligini bilishadi. Bu o'z qabrisiga texmi yiqilishdan boshqa narsa emas edi. U karvatning girvigida o'tirib, mujlarni xiyol qilayotganda, uning kallasiga tuyuqsiz shafqat ministerligining yer osti gamlari kelib qoldi. Putilib ketgan bu xil qo'rqinishning odamning ingiga xohlagancha kirib chiqib turishi bekla g'alati bir ish edi. Bu bir muqarrarlik edi. Bu qo'rqinish xuddi 99dan keyin yuz kelgandekla. Cho'qim kelgusida o'limdan burun beshimizga keladi. Hech kim bundan qutlanmaydi. Faqat ozroq kayniga surilishi mumkin edi. Balkim yana birov o'zi xolab, bilib turib, buni yana oldiqmi suratdi. Bu chaqda palampaydan tez-tez mangan oyoq tevishi anglandi. Orqadalla Julia uyga itilib digidek kirib keldi. U to'liq qo'pol, qo'ng'ir rang berzin daraxtdan tikilgan so'mka ko'tarib olgan edi.
Winston uni ministerlikda doim mushundaq sumka ko'tarib olgan holatda ko'radi. U Julia'ni quchoqlash uchun uning oldiga bordi. Biroq Julia tezla uning quchog'idan chiqdi. Chunki uning qo'lida tex sumkasi bor bo'lib, sal afsiz edi. "Jindak turib turing", dedi u. "Nimalarni akeldim? Ko'ztib qo'yaychi?" "Siz haqchan ashu tetiqsiz Zafar qahvasidan og'ish keldingiz, shundaqmi? Cho'qim akeldingiz. Endi uni tashlab bo'ladi. Uning lozimi yo'q. Qarang bularga." U tizilib o'tirib, xaltasini ochdi va uning usti tarafiga qo'yilgan kulush attirlarni ilvatdi. Ostida bir nechta qog'oz xalta turadi. Winston Julia sunib bergan qog'oz xaltani ilib, bir xil g'alita, ammo tonish bir narsani sezdi. U eg'iz, qumga o'xshaydigan bir narsa bilan to'shqizilgan edi. "Shikar emas-ku?" "Haqiqiy shikar javhari emas. Mana bu yerda haqiqiy oq bo'lki bor. Hiliqi biz yeydigan emas. Yana ozroq murabba, sutmi bor. Ammo qarang, mana bu men rasmiy faxrlanadigan narsa. Uni latiga yo'g'ilishga majbur bo'ldim. Chunki Julia'ning Winstonga nima uchunligini deb berishining hojati yo'q edi. Chunki uning qo'yuq hidi oldiburun uyni qoplagan edi. Bu puroq go'yoki Winstonning bolliq davridan kelgandek edi. Bundaq puroqni hozirmi anda-sanda purab qolatdingiz. Koridordagi ma'lum eshiklar jaqqid etilishdan burun burningizga purab qoladi. Yoki ba'zida ko'chalarda tuyuqsiz purab qolatdingiz. Purab qolatdingiz-yu, yana darhol g'oyib bo'ladi. "Bu qahva haqiqiy qahva ekan", dedi Winston. "Bu ishki partiyaning qahvasi, bu yerda saq 1 kilo bor. Bu narsalarni qandoq qo'lga tushirdingiz?" "Bu hammasi ishki partiyaning narsalari. U cho'shqalarning hamma nimasi tal. Lekin mulozimlar, xizmatchilari yana bir amallarni qilib, ozroqdan so'qib oladi. Qarang, yana ozroq choymi bor?" Winston uning qishida o'tirdi. U qog'oz qopning bir burchagini yirtdi. "Mana bu haqiqiy choy. Qarib bo'ljirgan yopirmiq emas. Yaqindan beri choy xeyli ko'payib qoldi. Ular Hindiston yoki boshqa bir yerlardan akeldimiki?" dedi Julia tushuniksizla. "Lekin gapimni anglab, menga 3 minut kayningizni qilib o'tiring. Sevimlikim, karvatning yana bir tarafida o'tiring. Derazaga bak yaqin beribman. Men ha demaguncha kayningizga qaramang." Winston pardadan sirtqa qarab o'tirdi. Pastdagi saynada heliqi semiz ayol yanala kir desi bilan kir yoydigan org'amchi orasida paloqlab yuradi. U eg'zidagi ikki tal asquni ilib, zo'q sho'x bilan naqshi aytishni boshlab ketdi. "Deydi ular vaqt qodir hammaga, deydi ular untalaysan hammani. Ammo o'tgan qayg'u shodliq yosh kulga, tilg'ab chiqar to'xtamasdan qalbimni." U ayol bu bosh oyog'i yo'q, ma'lumotdan naqshini esida ching saqlab olgandek qiladi. Uning naqsh sadosi yiqimliq yoz havosi bilan laylab kelib, odamga ham xushalliqni, ham qayg'uni eslatadi. U o'z turmushidan baklar rozidak ko'rinadi. Yoz kechalari uzilib qolmasa, yuydigan kiyim-kechaklar tugab qolmasa, u bu yerda bolalarning go'yikini yeyib, tetiqsiz naqshlarni aytib, yana birer ming yil bo'lsa-mu, xotirjam yashab ketalaydigandek qiladi. U birdilla hech bir partiya a'zosining o'zi yolg'iz, o'zligidan birer naqshiga g'ingshig'anligini anglab boqmaganligini esiga ilib, bekla g'alitalik his qildi. Bu xuddi o'ziga so'zlab silishga o'xshash bekla xatarlik odat va sadoqatsizlikning alomati edi. Qaraganda insonlar ocharchilikqa mubtalo bo'lganda har qanday narsa haqida naqshlarni aytib boqqidek. "Endi qarasangiz bo'ladi?" U burildi.
U bir qarapla ko'z oldidagi odamni damalliq tanıyamadı. Aslida u Juliani yalang'och ko'rarman deb o'ylagan edi. Lekin u yalang'och emas edi. Yuz bergan o'zgarish uning tasavvurdagidan bakli cho'ng edi. U yuzini bo'ygan edi. U jazman proletarlarning bozoridagi biror do'konga kirib, o'zi uchun to'liq bir yurish grim buyumlar setib olibdi. Uning lavlari qiniq bo'yalgan, mangziga may, qonshirga up surtilgan edi. Hatto ko'zining ostig'imi bir narsa ishlatgan chig'i ko'zlari texmi paqirab ketgan edi. Grim toza voyaga yetanmay qolgan edi. Biroq Winstonning bundoq ishlardagi talabi yuqori emas edi. U ilgari biror ayol partiya a'zosining grim qig'inini ko'rib baxmagan, hatto tasavvurmi qilib baxmagan edi. U odam hayron qolgudak darajada go'zallashib ketgan edi. U yuzdagi muvofiq o'rinlarga mos ranglarni ishiltib, chiroylilashib qolmasdan, eng muhimi uning haqiqiy bir ayollik nazokat qo'shilgan edi. Uning qisqa sochlari va o'g'il bolacha formasi bu unumini texmi kuchaytgan edi. Winston uni quchoqlab oldi. Uning burniga sun'iy ruxsar gul atirining hidi urildi. U heli qiyar ostidagi qorong'u mehnat oshxona uyni, qiyri ayolning to'shukdak eg'izini esladi. U ayolmi dal mushundaq puraydigan atirni ishlatgan edi. Ammo shu topda ular muhim emas edi. Atirmi bu? Ha, sevimligim. Endi nima ish qilmoqchi ekanligimni bilamsiz? Men cho'qib bir amallarni qilib, haqiqiy ayolcha uzun ko'ylak kiyman. Bu formulaga ho'l bo'lib ketdim. Men suzuk yipak, paypoq va egiz poshni oyoq kiyman. Bu uyning ichida mening partiya a'zosi emas, balki bir ayol bo'g'im bor. Ular kiyimlarini silib cho'rivitib karvatga yamashdi. Bu Winstonning tunji qitim Julia bayada kiyimlarini silivitib yalang'och bo'lishi edi. U ta hozirgacha o'zining tatirang'u urug' badallaridan, o'shqidagi yorsi va uning sal ustidagi rangi o'zgarib ketgan yeridan nomus qiladi. Karvatda kirlik yo'q bo'lib, ular yotgan adyal kona ammo siliq edi. Karvatning cho'ngliqi va yumshoqligi ularni hayron qoldirgan edi. Qurutlar qimirlab ketganda ichida kimning kari? Dedi Julia. Hozir proletarlarning uydan boshqa yerda bundoq qo'sh kishilik karvatni ko'gili bo'lmaydi. Winston balachig'ida mushundaq karvatni yetib baqqan edi. Lekin bu Julianing hayotida tunji qitim qo'sh kishilik karvatni yetishidi. Ular karvatda yetishqinicha birdamdila uyquga ketdi. Winston uyg'onganda soat allburun 9ga yaqinlashib qolgan edi. U qimirlamadi. Chunki Julia beshini uning bilgiga qo'yib uxlayotgan edi. Julianing grim bo'yoqlarining hammasi debidak Winston beshini qo'yib yotgan yostiqqa yo'qib qolgan edi. Ammo yuziga suv olgan mayning sus izi uning mang'iz suyaklarining go'zalligini alohida gavdalantirib turadi. Petiyotgan quyoshning oltin nuri karvatning oyoq tarafini va tam o'choqni yo'ritib turadi. O'choqda boya qo'yib qo'ygan suv qaynab ketgan edi. Pastki ayolmi naqshdan to'xtatgan. Faqat ko'chadan bolalarning to'lashgan ovozlari anglatdi. Winston izi yo'q qilingan ashu o'tmishdimi? Kishilar salqin yoz kechalarida karvatda mushundaq yalang'och yetib, xohlaganda birga bo'lib, xohlaganda paranglashib, sirtdagi ovozlardan huzurlanib, o'rindan turg'iz kelganda turib, endi o'rnimizdan turmasak bo'lmaydi degan tuyg'ulardan xoli holatda yashab baqqan bo'g'imidi? Mushu ularning normal turmushi bo'g'imidi? deganlarni o'ylab qoldi. Yo'q, cho'qim undaq emas. Nədimi bundaq turmuş normal turmuş hesaplanсын? Julia uyg'ondi. O ko'zlarini uvlab, jaynaklarga toyinib turib, qaynavatgan chaynakka qaradi. Suning yerimi qolmabdi. Men endi turib qahva tayyorlay. Bizning yana 1 soat vaqtimiz bor ekan. Sizlarning binoning toki soat qanchada o'chiriladi? 23:20da. Bizning yotoqda 23da. Ammo siz balduroq o'rningizdan turmasangiz bo'lmaydi, chunki "Hoy,
Meynat, necis, yo'qol. U egilibla pastdagi oyog'ini ilib, uni bir burchakka atdi. Uning o'g'il bolalarnikidek bu chapdas harakati nafrat faoliyatida Goldsteinga lug'atni otqaniga o'xshab ketdi. Nimikan u? deb to'lidi Winston hayronlik bilan. Nimikan u? deb to'lidi Winston hayronlik bilan. Choshqon. Uning tamdagi taxtayning orqasidan to'mishqini chiqirayotganligini ko'rib qoldim. U yerda bir to'shik bor ekan. Ish qilib uni obdalla bir qo'rqitib qo'ydim. Choshqon? Mushu uyda, dedi Winston aloqazodi bo'lib. Hamma yerda bor, u nimalar? dedi Julia hech bo'lmagandek yotqash. U nimalar bizning yotoqning oshxonasidami bor? Londonning nurg'un yerlarida mig'ildishib yuriydi. Ularning bolalarga hujum qildig'ini bilamsiz? Ba'zi ko'chalarda ayollar bovoqlarini birer 2 minutmi qo'yib qo'yolmaydi. Yo'g'on beg'irang bir xillari bor, shular shundoq qiladi. Texmi odamning ko'nglini ilishtirdig'ini bu narsalar bo'ldi davomlashtirmang, dedi Winston ko'zlarini ching yumib olib. Suyimligim, totirib ketdingizg'u, nimish bo'ldi? Choshqonlar ko'nglingizni beorom qilamdi. Men dunyoda hammadan bak qo'rqadigan narsa choshqon. Julia xuddi o'zi badallarining harorati bilan Winstonni tinchlantirib qo'ymoqchi bo'lgandek, Winstonga ching chaplashdi. Winston ko'zini darhol ochmadi. U go'yo bir necha minut bir qabohatlik tushning ichiga kirib qolgandek bo'lib qoldi. U butun hayotida bu tushdan qutlanmagan edi. Davomli tugdak o'xshash bir tush edi. U qop qorong'uda bir tomning oldida turardi. Tomning yana bir tarafida bo'lsa, qarashqimi petini qilib bo'lmaydigan bir narsalar bor edi. U tushida o'zini o'zi oldiganligini cho'nqur his qiladi. Chunki u amaliyotda tomning keyindagi narsalarning nimaligini biladi. U ozroq kuchsila, xuddi mingsidan bir narsani tortib chiqargandek. U narsani ko'z oldiga aklalaydi. Ammo u doim u narsaning nimaligini ko'mayla uyg'onib ketadi. Ish qilib, u boya Julia oyog'ini otgan narsa bilan munosabatlik bir narsa edi. Kechiring. Hech qisi yo'q. Men faqat choshqonlig'i o'sh, dedi Winston. Ansirmang suyimligim, u nimalar endi bu yerdan yo'q qiladi. Biz mengishdan ilgari u to'shikni him etib etaman. Kelar qitim kelganimizda men ozroq Simont og'ash kelib to'liq himlab etaman. Bu qo'rqinish birdamda asosan unutildi. Winston sal o'zidan nomus qilib qoldi. U karvatning beshiga keyinni qilib o'tirdi. Julia karvatdan tushib, formasini kiyib, qahva damlashga tutindi. Tovidan ko'tarilgan hid shundoq xushpuroq ediki, ular buningdan hayajonlanib ketdi va eshik derazlarni him etibdi. Chunki puroq sirtga chiqib ketib qolsa bo'lmaydi. Qahvaning purqidan bakrak odamni hayajonga soldig'ini, uningga shakarni solgandan keyinki qahva yuzida paydo bo'ladigan siziqchilar edi. Winston necha yillardan buyon faqat shakar javherini ishiltib, shakarni butunlay unutib ketgan edi. Julia bir qo'lini yonchig'iga silib, bir qo'lida murabbo surtilgan bolkani tutib, birdam kitob ishkoviga sinchilab qarab ketadi. Birdam qatlama ustalni qanday qilib o'ngishig'li bo'lar deb sinchilab kuzatib ketadi. Birdam o'zini heliqi yulanchilik o'rindiqqa tashlab, uni lapangishib yetib baqadi. Yana tomdagi soatga qiziqish bilan qarab turib ketadi. U heliqi aynan qog'oz bosqini karvatning beshiga akilib, yo'riqda bak inchikilab qarab ketdi. Uning yumshoq, yomg'ir suyidek siliq qiyofati Juliani mahliya qilib olgan edi. Bu nimadir sizningcha? Bu hech nima emas. Ya'ni men demoqchi, buni texi hech kim ishiltib boqmagan. Shunlashqa amroq men buningga. Bu ular o'zgartib o'tgan tarixning unutilib qolgan bir parchasi. Agar kishilar bilalisa, bu 100 yillar burungi dunyoning iznasi. Bu tomdagi rasmchi, dedi Julia tomni ishorat qilib turib. Umu 100 yillar burungi rasmmi?
Onundan burun, şundaq deyalayman. Belkim 200 yıl burunqi bo'lishi mumkin. Hozir hech nimaning yeshini bilgili bo'lmaydi. Julia uni ko'gili uning qishig'i badi. Mana mushiya boya chashqanlar tumishqin chiqargan, dedi Julia rasmning ostidagi taxtayni tepib turib. Hey, bu yoqqa. Men u yerni bir yer ko'rgandek qilaman. O bir cherkov, hech bo'lmasa burun. İsmi Saint Clement Denis. Charrington әпәнде үгітіп қойған хейлік нақша Winstonның есіге келді вә құты сейғынғандәк ғыңшып қойды. Аплысын вә лимонла, Saint Clement чиркави шундақ жараңла. Оны hayran qaldırdığını Julia onun davamını düşürdü. Sen bana 3 varsın qarzdar, Saint Martin şundaq jaranglar. Qaçan bersen qarzimni deb, koni beyli şundaq jaranglar. Davamını unutib qaptiman, ammo eng oxirisi esimda. Sham keladi karvatqa, nurla chashqili, palt kelar beshingga, kesib chopqili. Bu xuddi o'tirdan ikkiga ayirib etilgan maxfiy parolga o'xshab qolgan edi. Koni Beylining keyinda cho'qim yana bir misra bor edi. Balkim Navada Charrington apandiga eslatsa, uning esiga kelib qilishi mumkin edi. Kim o'rgatgan buni sizga? Cho'ng dadam, men bak kichik vaqtlarimda buni davomli aytib beradi. Men 8 yosh chog'larimda u parga aylanib ketgan edi. Ish qilib yo'qab ketgan. Men limon degan nimado deb qolgan edim. Men apelsinni ko'rgan. U ikkilisi posteri qilin, seriq rangli meva ekan. Men limonni eslayalayman. 50-yillarda u to'la edi. U shunchalik chuchumal ediki, purab qo'ysimi tishlari qamab qoladi, dedi Winston. Kesib deyalaymanki, rasmning keyinda cho'qim qurut hasharatlar uvlab ketgan. Qurut hasharatlar uvlab ketdigilik. Men biror kuni uni elib bir tozlab qo'yay. Endi mangdigan chaq bo'ldi-ku deyman. Men avval yuzimdagi mavu nimalarni yuvib o'tay. Hay, nimandaq zerikishlik. Yuzingizga avu lav suruqni birdamdan keyin tozlab qo'yay. Winston qopmay birdam yotdi. Uy qorong'ulashishga boshladi. U yo'riq tarafga o'rildi va aynak qog'oz bosqiga tikilib yetib ketdi. Odamni o'ziga bundoq jalb qilib olgan bu narsa hargizmi uning ichidagi marjon tosh bo'lmasdan aynakning ichi edi. U shuncha qalin edi-yu, yanala xuddi havodek shundoq suzib ko'rinadi. Aynakning sirt yuzi xuddi osmondek o'zining ichidagi kichikgina dunyosini qoplab turadi. U o'zini uning ichiga kirib ketgandek his qildi. Rost, u kirib ketgan edi. Uning bilan mavi karvat, qatlama ustal, tomdagi soat, avu o'yma rasm. Hatto mushu qog'oz bosqining o'zimi agishib kirib ketgan edi. Qog'oz bosqi uning uyi. Uning ichidagi marjon tosh bo'lsa, Julianing va o'zining hayoti edi. U xuddi bu kristalning ichida mangulikka qetib ketganda qiladi.